Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Men ismim Kompot va mana yangigina videorolikga xush kelibsizlar. Va men bo'la hozir notebook ko'rib o'tirgandim. To'g'risini aytsam juda ham kulgili video ko'rib qoldim va o'zimni ushlata olmay, to'g'risini aytsam mazza qilib kulib oldim. Endi esa bo'ldi tashqariga ishga chiqishimiz kerak. Albatta bizda artumlik bilasa pozishimni qilmasak, mer biz bilan urishib tashlaydi. Shuning uchun shundan hozir tezroq bu yerdan ketmonni olamiz va bu yerdan urug'larni olib, sabzi va kartoshka olamiz va ketdik ishga. Tushunmadim. Millioner, salom. Salom Kompot, yaxshimisan? Ha, yaxshi, o'zing qalaysan? Yaxshi. Xullas ko'ram, men endi shu yerda yashayman. Nima, bu yerda yashaysan, nima 10-shoxdami? Da, bu yerga uy qurmoqchiman, shuning uchun menga qayerga qursam bo'ladi? Yordam bera olasanmi? Senga bo'pti, yordam beraman. Bunaqa bo'lsa, davayta, hozir juda ham katta uy qurmoqchiman va shuning uchun zo'r joy topib berasan menga. Albatta yordam berasan, ha? Ha, albatta senga yordam beraman. Juda ham yaxshi. Bitta qayerga qursang bo'ladi? Unaqa bo'lsa, juda ham katta uy qurmoqchimisan? Qishloq stilda juda ham katta almosni uy bo'ladi. Almosni sizlarga o'zi shunaqa uylar kerak. Da, bizda bilasan, endi shunaqa almosli uylarda yashaymiz axir. Da, qishloqning chekkasida qursangchi? Yo'q, men qishloqda qurmoqchiman, tushunyapsanmi? Mayli, unaqa bo'lsa yordam beraman. Mana bu yerga qursang, birotora qo'shni bo'lardik. Juda ham yaxshi variant. Da, almosga qarab tongda uyg'onaman. Juda ham yaxshi. Mana bu yerga qursang bo'ladi. Mayli, unaqa bo'lsa shu yerga qurib tursang, men hozir pozdagi ishlarni qilishim kerak. Sababi hamma pozlarni bugun tozalashim kerak. Bo'ldi, unaqa bo'lsa senga kattakon rahmat Kompot va agarda qurib bo'lsam aytaman o'zingga. Xo'p. Aytgancha Kompot, agarda nima so'radi, video olayotgan bo'lsang, uyimni qurib olgandan keyin o'zing obzor qilib berasan, bo'pti, zo'r qilib qursang, obzor qilib beraman. Bo'ldi, unaqa bo'lsa sen pozdagi ishlarni qilaver. Xo'p, tushunarli. Mayli, bo'ldi, tushunmadim. Kamazlarning ko'pligini menimcha bu yerda instrumentlar va turli xil narsalar bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Buning ichidan tushunmadim. Millioner, bu kamazlarning ichidan narsalar bor va turli xil materiallar. Toshkentliman. Buning ichida taxminan qanchaga yaqin pulga yaqin narsalar bor? Buning ichida 4 milliard so'mga yaqin. 4 milliard so'm. Stop, 4 milliard dollar emasmi? Dollarda. Bo'pti. Mayli, unaqa bo'lsa, bana bularni hammasini yashilib tozalab olishimiz kerak degansan. Shuncha bo'lsa ishlarim. Mayli. Hali kechgacha ishlayman, bilmadim yana. Mayli, unaqa bo'lsa tezroq qilib bo'lsam. Millioner ham o'zi qurishni boshlab ketibdi. Mayli, ko'ramiz qanaqa uy qura olar ekan va albatta videoni oxirigacha ko'rsangiz qanaqa uy qurishni bilib olasiz. Mayli, unaqa bo'lsa, mana bularni yaxshilab tozalab olaman. La'natni, shu pozishimni ham tashlashim kerak. Boyab, hozir 4 soatdan beri quryapman, jenursan. Mayli, juda ham charchab ketdim. Menda uyga borib dam olmasam bo'lmaydi. Tushunmadim. Yana bu nima? Buni nima millioner qurganmi hammasini? Yo'q, buni kattaligini jinursin, qanaqasiga bunday uy qurish mumkin edi axir? Buni almosli bloklardan quribdi. Yo'q, buni strashli juda ham kattaligiga qaranglar axir. Buni qayerdan kirsa bo'lar ekan? Yo'q, bu tushunarli millioner bo'yi aytmagan ekan, hazillashmagan ekan, bunaqa katta uy quraman deb. Men esa ishonmagandim unga. Narsani past baho berman, lekin juda ham katta qilib quribdi. Hozir buni ichiga esa albatta kirishimiz kerak. Sababi juda ham qiziq qoldim. Buni kirish joyi qayerda ekan? Kirish joyini bulutlarning orasida ekan. Mayli, hozir ko'ramiz. Ustimga qaray berib, miyam aylanib ketdi, palakat. Tush ko'rmayapmanmi ish qilib?
Yo'q, albatta tush emas. Axir tush bo'lganimda boya kulmasdim axir. Kulganim ham sezildi albatta. Tushunarsiz. Mana bu yer cho'ta kirishga o'xshayapti. Ha, mayli hozir o'sha yerdan kirishga harakat qilib ko'raman, lekin uyga axir qanaqa qilib chiqaman? Bloklar bilan qurib chiqib ham bo'lmaydi u yerga. Ha, miyam aylanadi. Tushunmadim. Bu yana nima bo'ldi? Qanaqadir narsa. Ha, mayli hozir ko'ramiz. Stop. Cho'ta nima? Ikkinchi qavat. Yo'q, sekin bu yerdan tushib ketsam tirik qolmasligim aniq. Demak tushunarli, bu yerga chiqish uchun narsa ekan. Xo'y, bu yerda kimdir bormi? Xo'y, eshikni ochinglar, jinnosin tushib ketsam. Undan qarasa bu yerlar sirpanchiq ekan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu yerda millioner bormi? Millioner bor. Xo'sh, kimsiz? Millionerni tanish, iltimos, millionerni chaqirib bera olasizmi? Bo'ldi, hozir chaqiramiz. Sizga kirishga mumkin emas bu yerga. Nursin, mayli, iltimos kiring mana bu yerda. Mayli, kiring. Yo'q, nima qilyapsiz axir? Birinchi yaxshilab so'rab olishim kerak. Xo'p. Nursin, axir qanaqasiga bu yer? Bu meni tanishim, kiraversin. Rahmat millioner. Mana kela qol, kel. U yerda turma axir. Nursin, bunchalik katta qilib ko'rding. Endi aytdim-ku, axir katta qilib ko'raman deb. Lekin bunchalik katta qilib ko'ra olasan deb o'ylamagandim, lekin juda ham zo'r. Rahmat. Endi esa boya va'da berganingdek senga yoqdi menimcha. Vafshi yoqdi bu. Endi boya va'da berganimdek videoda senigina obzor qilaman. Rahmat. Mayli, unaqa bo'lsa qani yura qolchi, o'zing bitta tanishtirasanmi? Ha, bemalol. Mana bu nima so'radi, oshxonam va bu yerda mazaqlab tamanda qilib olish joyi, tushundingmi? Tushunarli, lekin juda ham zo'r quribsan, lekin gap yo'q. Millioner bu yerda tushib ketdi. Tushunarsan, kichkina yer ekan. Albatta kichkina yer, axir katta yer bo'lsa qanaqasiga tushasan axir bu yerdan. Lekin to'g'ri aytasan, lekin oshxonanga gap yo'q. Bu yerda maza qilib millionlab pul yashasa bo'ladi. Albatta, bu yerga juda ham ko'p pulimni tikdim. Endi bu yerda maza qilib yashayman. Xohlasang men bilan birga yasha. Yo'q, rahmat. Wow, bu yerda o'zimlar xohlasang olib yashashim mumkin. Senga berib. Rahmat. Arzimaydi. Yo'q. Tushunarsan, bu yerdan qanaqasiga tushish mumkin? Prosta sakra bo'ldi. Nima? Prosta sakra? Jinnimisan? Axir bu yerdan oyog'im tushunarsan. Nima qilding? Unaqasi emas. Mana bu yerga tushsang bo'ladi-ku axir. Falokat. Oyog'im jim og'ridi. Mana bu qirga tushish kerak. Tushunarli. Mana bu yerga yana bitta oshxona. Shunaqa. Tushunarli. Qo'y, o'zi buni qurish uchun qancha vaqting ketdi? Buni qurish uchun 6 soat. 6 soat bir o'zing qurdingmi? Yo'q, albatta qurilishlar yordam berishdi. Tushunarli. Endi qo'shqi yana qanaqa xonalar bor? Tushunarli deb miyamni yeb qo'yding. Uzr, shunaqa gapirishga o'rganib ketganman, lekin bu yerda ovqatlarga gap yo'q. Qani unaqa bo'lsa tushdik. Bu yerdan shunaqa qilib tushamizmi? Yo'q, qara, hozir bu yerdan sirpanib tushamiz. Nima sirpanib? Yo. Shuncha joydan sirpandik-a? Yoqdimi? Da, gap yo'q. Tushunarli, mana bu mening mashinam. Mashinang lekin juda ham zo'r. Bu yerda garaj quribsan, pashli garaj qurdim bu yerda. Tushunarli, lekin bu qanaqa mashina bo'ldi? Rolls Royce. Gap yo'q. Tushunarli, mayli unaqa bo'lsa, qani endi boshqa xonalar ham bormi? Da, boshqa xonalar ham bor. Bu yer tikkalik, bu yerda minishni iloji yo'q. Minishni iloji bor. Buni bilamanlayman. Nima, shunchalik qo'rqyapsanmi sen? Yo'q, albatta qanaqasiga qo'rqish. Mana unaqa bo'lsa ketdikmi? Ketdik. Keyin xonalarni ko'rsataman. Xullas, keling, mana bu mening yotoqxonam. Jo'nasin, yotoqxonang, sirpanib ketyapsan. Bu yer o'zimga yoqadi, o'shaning uchun bu yerni yotoqxona qilganman. Yo'qmi? Jo'nasin, bu tushib ketmaydimi? Yo'q, tushib ketmaydi. Minecraft fizika. Tushunarli. Mayli unaqa bo'lsa, keyingi xonalarni ko'rsatarsan balkim. Ko'rsataman. Lekin kravatingga gap yo'q. Namcha yumshoq. O'zim shunaqa yumshoq narsalarga yotish yoqadi. Tushunarli. Lekin gap yo'q. Mayli unaqa bo'lsa, keyingi nimasi bo'ladi, qavatlarga o'tarmiz balkim. Yo'q, qani keyingi qavatlarga olib tushaman seni. Lekin senga aytsam, keyingi qavatlarga tushish juda ham qiyin bo'ladi. Qanaqasiga qiyin bo'ladi? Sabab bu yer juda ham tikka. Millioner, seni aqling joyidami axir? Bu yerda qanaqasiga tushamiz?
Yo'q, tushamas, qo'rqmang. Meni yonimga sakrab bo'ldi. Yo'q, millioner aql jinni bo'lib qoldingmi? Bu yerga sakrasam o'laman. Yo'q, olmaysan, qo'rqma. Men o'zim ishlab olaman, xohlasan. Jinnimisan? Shu yerga sakrayman endi. Dal shu yerga sakrab bo'ldi. Xo'p, yo'naqani bu? Yunusson. Tushib ketamiz hozir. Qiyaliga qara jinni. Yo'q, qara, ana bu yerda kravat bor. Shu yerga sakrasang hech nima qilmaydi. Qani? Ay, kompot, tur. Yunusson. Jinni, nimaga sakrab ketding axir? Yunusson, oyog'imda sirpanib ketdi. La'nati. Mayli, oyog'im sinmadimi? Yo'q, hech nima qilmadim. Mamchi, endi shu yerdan chiqamanmi? Da, shu yer qala, bu yerdan chiqish endi qiyin bo'ladi. Qanaqasiga? Sababi bu yerdan endi nima bo'ladi? Qaytadan chiqish kerak bu yerdan. Bu jinni bu yerdan axir qanaqa chiqaman? Endi u yog'ini hozir o'ylab ko'rishim kerak. Bilmadim, to'g'risini aytsam. O'zing qurgan narsani o'zing bilmaysanmi? Bilaman albatta, lekin bu yerdan chiqish juda ham qiyin bo'ladi endi. La'nat, endi nima ham qilardik, axir chiqishimiz kerak bu yerdan jinni. Endi nima ham qilardim men? Endi buni ham o'ylab qo'yganman, axir bir mana chiqsa bo'ladi. Jinursan, endi bu yerda qolib ketamanmi, Jinursan? Bu yerdan ham chiqib bo'lmayapti. Balakat sani. Mayli kompot, o'zim seni olib chiqaman, qo'rqma. Olib chiqasan, qarab ko'ramiz olib chiqqaningni. Jinursan kam. Millioner. Mayli, sog' bo'l, salomat bo'l, qaytib bu yerga chiqmayman. Jinursan, bo'ylab bu yerdan chiqish qanaqa azob bo'lganini bilmaysizlar. Jinursan, juda ham charchab ketdim. Mayli, endi bu yerdan chiqaringlar, mana bu yerdan chiqish. Yo'q. Mayli, endi esa bu yerdan bir amalab chiqib oldim. Mayli, marjaga xayr, sizlar bilan men kompot bo'ldim. Kelasi videolarda uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.